Hammaga salom. Bugun to'yga tayyorlanamiz. Birinchi qora ko'yli va qora kostyumni kiyman deb reja qilgandim, lekin kiyganimda qanaqadir menga yarashmadi. Shuning uchun ham menga sovg'a qilishgan shunaqa rangdagi ko'ylagimni kiyib oldim va bu menga juda ham yoqdi. Endi navbat makiyajga toner surdim. Tonerdan keyin esa yuzni namlantiruvchi losyon surib oldim. Losyondan keyin yuzlarim juda ham chiroyli bir yaltirab qoldi va men oxirgi yuzimga suradigan narsam bu tonalniy krem bo'ldi. Tonalniy kremni surib olganimdan so'ng uni yaxshiroq yuzimga moslashtirib oldim, chunki yig'ilib bo'lib qolishini xohlamadim. Undan keyin kontur qildim. Konturdan keyin esa navbat pudraga keldi. Yengil pudra surib oldim. Ko'zimga jigarrang chen qo'ydim va qoshlarimni tarab oldim. Podvodkani iloji boricha bir xil chizishga harakat qildim. Labim atrofini konturda chizib, ichini pomada bilan to'ldirdim va menda final look. Qanday chiqibdi, baho beringlar.